Yonmashlar olib ketaverami? Yonmashlar ketaveradi. Monitorda qo'yib berib. Kelib ko'rib bitta yog'ini almashtirib shu bilan diskaga chiqib ketgan. Diska barani. Diska barani qancha rasxat qilgan? Necha metrlik bo'lgandi u? 5 metrlik. 5 metrlik. Lemkin. Unda qancha rasxat qilardi? Undami? 10 ta oshiqroq, 15 taga bormaydi. 15 taga bormaydi. 10 ta shuni bilan. Zo'r lekin bor 5 metr joyda vazla borib kelamiz. 10 ta dara tugab qolaveradi. Diska barani ko'proq yer haydaladi, bar to'g'rimi? Bir kunga maksimum necha gektar haydagansiz? Men bu kunlik ishlamayman-da men. Bir avion olasiz. Shu bitta avion olaman, shuni tugatib qo'ysang bo'ldi, ketaver deysan. Traktorlarda uchovini mingan bo'lsam bor, faqat yog' almashtirgani boshqa jetiga men pul ishlatmadim. 22-yildan beri minaman. 2022dan bo'lsa 754 mindim, keyin 1104 mindim, keyin buni mindim. Hammasini minib chiqdim. Ana texot hali o'rnasalar ham bolt qotirishga unaqa qilmadingiz. Yo'q, men hali bir joyda bolt bo'shab tushib qolganini ko'rmadim men. Ya joystickdan ushlamayotgan bo'lsangiz kerak, uni ko'tarib qo'ygan bo'lsangiz. Uzun yerda bitta bosib qo'yadilar bo'ldi. Uzun yerda bitta bosib qo'yaman, bo'ldi, qo'l ishli. Hech qayerda ishlamaydi bu. Yonmashlar olib ketaverami? Yonmashlar ketaveradi. Monitorda qo'yib berib. Kelib ko'rib Agar hozir shuni ham bilamiz, agar GPS qo'lga olsangiz tem bo'lar ekan, hech narsa emas ekanda aka. Demak, pulukda 25 tagacha maksimalni. Bu loy yerda. Loy. Bo'lmasa 20 ta, 22 ta. 22 ta. Lazerda 20 ta. 20 ta. Diskada 15 ta. Mazza. 6 portion. 240 ta kishi. No, xudoga shukr, olganingizdan beri 500 motosikl ishladi. Sentyabrda olingan. Sentyabrda olingan. 350 tagacha qo'yadi. 350 tagacha qo'yasiz, 12 soat tinmaydi. Tinmaydi. Shunaqa yurdi. Lazerda shunaqa yurdi. Lazerda, kuni bo'yi. Lazerda ana unda pullikda ham shunaqa yurdi. No, charchatmaydi traktor. Yo'q, charchamaydi. Mazza. Namangan viloyatining Pop tumanidamiz. Lowell 2404 hozirgi nomi, vaqtida P7204 bo'lib kelgan, ya'ni 240 ot kuchli to'liq avtomatli traktorimizdir. Bu traktorimiz sentyabr oyining oxiri, oktyabr boshida sotib olingan. Hozir Zuhriddin aka shuni ishlatayotgan inson bilan ikki oz fikr qilamiz. Zuhriddin aka 2 minut vaqtingizni olaman yana bor. Aka meni olib ishlatyapsiz, nasib qilsa oktyabrdan beri. Ikki oz fikringiz. Bo'ladi, bo'lmaydi. Boricha gapiring. Nimasi yoqmagan bo'lsa, uni ham ayting. Nimasi yoqqan bo'lsa, u narsani ayting. Yaxshi, zo'r. Olganimizga shturoy bo'lgan bo'lsa, rasxodlari yaxshi. Xudoga shukr, sizga yoqdi. Yoqdi bizga. Nimasi yoqdi? Ishlash prinsipi osonligimi yoki o'zi yo boshqa tomonlama? Masalan, undan oldin traktor ishlatgansiz, to'g'rimi? Bundan oldin ham traktor ishlatganmiz. Xudoga shukr, bundan yaxshi. Charchamaysiz. Charchamaysiz. Bundan boshqa joy ishlamaydi. Ichida mazza qilib yotibsiz. Avtomat korobkasini so'ra. Korobka zo'r. Bitta barmog'ingiz ishlaydi xolos. Tushunarli. Faqat hozircha 2 marta moy almashtirdim dedingiz. Traktor 508 motosikl ishlabdi shu kungacha. Shu kungacha. Lazer bemalol haydadingiz, puluk haydadingiz. Hozir ham tingani yo'q. Tingani yo'q. Ha. 2 soatda moy almashtiraman. Har odatda. Buni miyasi bor edi, hali to'xtab boshlanib qolgan joyi yo'q. To'xtab qolgan joyi yo'q. Tushunarli. Men sovuq kunlarda 20 minut qizdirib, minib chiqib ketaman. Ertalabda 20 minut yurib turadi. Ha, shu miyasi ko'rsatganday. Miyasi ko'rsatganda keyin chiqib ketadi. Ungacha chiqmaydi. Zo'rib turaveradi. Yurib turaveradi. Maksimum necha litr soldim dedingiz balki? 350 litr soldim. Necha soat tinimsiz ishlatdim dedingiz bo'yi? 14 soat. Qisqa qilib aytganda tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman. Hech ikkilanmasdan. Aka, nomeringizni qoldiraman videoning tagiga. Ya'ni so'rash uchun chiqishlari mumkin. Gap uni emas, aka, bemalol ochiqchasiga gapiravering. Masalan, mana aytyapsiz, boshqa endi ochiq ko'ring, New Holland ham bor atrofda, ularga nisbatan buniki rasxod kam deyapsiz. Rasxod kam. Bo'ldi. Ivan, bu Lowell zavodining представители aytganidek shu injektorlarga qarab qo'ysangiz bo'ldi. Chunki bizda Salarka novi boshlansa, xudoga shukr, olganingizdan xursandsiz. Olganimizdan xursandmiz. Rahmat sizga aka. Yaxshi kunlarga ishlatguncha, nasib bo'lsa, hali nomeringizni qoldiraman. Mana ko'rdingiz,
ikki oz biz ham fikr qoldirdi. Tagida nomerni qoldiramiz aka, bemalol chiqib so'raverasiz. Qanaqa, nima? Akamiz hozir prosta kamerani oldida unchalik gapirmadilar. Atak bo'lmasa o'zi xushchaqchaq, zo'r odam ekanlar. Qolganini telefonda gaplashib bo'laverasiz. Zohriddin aka, menimcha bu atrofdagilar ko'plar taniydi. Смотри, вот это первый вот фильтр, да? Это который тогда большой, вот грязный, да? Нормально работаете. А вот особенно когда ты его сделаете, проверите эти два фильтра, лучше его поменять оригинальный. Если не оригинальный, да, если на базаре купите, да, они хотя бы как вот мелкие фильтруете, а качество как этот. Проблема сильно будет. Shu. Потом и инжектор будет проблема. Shu. Endi bular O'rta Osiyoga kelyapti-ku. O'rta Osiyoga bo'lgani uchun двойной filtr qo'ygan. Shu boya aytgan gapi. Birinchisi katta endi musorda qilish uchun, ikkinchisi kichkina musor tozalash uchun. Shuning uchun kichkinasini har 400 motosoat, 300 motosoat bo'lganda bir ochib ko'ring, ko'ring, tekshirib ko'ring deyapti. Injektor ketib qolmasdan turib, originalni qo'ygin deyapti. Deydi Xitoy versiyada deydi o'sha filtr bitta bo'ladi deyapti. Bizani salarkamiz bilan Xitoy salarkasining farqi bor-ku. Bizaniki ularga nisbatan sag'ini musorroq. Shunga aytayapti aka. Shunga aytayapti do'yna. Shunga qarasin deyapti. Qolganini emas. Siz aytganingizdek 200 motosoat u mayli filtrni almashtirgansiz. Mana shu injektordan xato qilyapti. O'zimizda bor. Uni komplektda jo'natib olsak, bemalol olasiz aka, bemalol.